Assalomu alaykum. Alo. Erkinoy opa bo'lasizmi? Assalomu alaykum. Opajon, bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Bugungi Eman. shukrona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tilagimiz xonadoningizni baxt va quvonch aslo tark etmasin. Rahmat. Albatta, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroqlar Telegram ijtimoiy loyihasi boshlovchisi Sharosxon siz bilan suhbatlashmoqda. Opajon, bugun sizni juda ham yaxshi ko'rib qadrlaydigan bir yaqin insoningiz bir so'z orqali o'zlarini tabriklarini yo'llabdilar. Bu inson kim bo'lishlari mumkin deb o'ylaysiz? Bilmasam endi yaqin insonlar mening jigarlarim, farzandlarim, umr yo'ldoshim. Farzandlaringiz orasidan taxmin qilib ko'ring, aynan qaysi birlari deb ko'proq o'ylayapsiz? Bilmasam endi hammasini bir ko'zda ko'raman, hammasi ham shirin farzandlarim. Albatta, bir taxmin qilib ko'ring opajon. Maysarami, Azizbekmi, Fotimami, Ulug'bekmi? Maysara yoki Fotimaxon, aynan qaysi birlari? Bilmasam endi. Keling opajon, savolni o'zgartiraman. Nimaga endi xayolingizga birinchi Maysaraxon opa keldilar? Nimaga endi aynan ular bo'lishi mumkin deb o'yladingiz birinchi bo'lib? Savolni ham ajoyibini berdingiz. Ay Fotima. Shirin qizlarim Fotima, Maysara. Bir-biridan shirin farzandlarim. Albatta, nimaga endi aynan Maysaraxon opa bo'lishi mumkin deb o'yladingiz birinchi bo'lib? Ko'p yangiliklarni uyushtiradigan Maysaraxon edi-da, o'shanga. Albatta, bugun sizni Surprizlarni ko'proq qiladi. asrab avaylovchi mehriboningiz, Jannat Rayhoningiz, singlingiz Maysaraxon opa tabriklab qolibdilar. Eshityapsizmi? Rahmat. Eshityapman. Albatta. Shu qatorda barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz Ulug'bek, Azizbek kelar. Yana bir qizingiz Fotimaxon, nabiralaringiz Muhammad, Imona, Iforaxon hamda barcha yaqinlaringiz tabriklab qolibdilar. Agar ruxsat bersangiz, mehribon qizalog'ingiz Maysaraxon opa yo'llagan maktublarini o'qib eshittirsam. Xo'p, mayli. Eshitamiz. Assalomu Rahmat. alaykum. Tarifi cheksizam. Jannat bo'li Rayhonim. Har qadamimdagi duo go'yim, uyimning va ko'nglimning farishtasi. Dunyodagi eng aziz insonim. Doimo biz uchun g'amxo'r, mehribon bo'lgan, hayotimizga baxtli yo'llarni hadya etuvchi xonadonimizning guli yuziga monajonim o'zimning. Mehribonim, umringizga barokatlar tilab, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga omad bo'lgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyodagi eng go'zal onajonim. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Men hayot ekanman, umrimga mazmun berib yashang, chunki siz mening hayotimga rang kiritadigan, mohiyat kiritadigan insonsiz. Onajon, bilasizmi, men oldinlari tushunmasdim. Siz meni qanchalar yaxshi ko'rishingizni, qay darajada sevishingizni. Men oldinlari bilmasdim, men sizni qanchalar yaxshi ko'rishimni. Ammo endi bilaman, siz o'z orzulari, maqsadlaridan, farzandlari uchun, oilasi uchun voz kechgan insonsiz. Siz biz uchun dunyodagi eng aziz insonimizsiz. Onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Yana bir muborak yoshingiz qutlug' bo'lsin. Nur ziyoga to'la koshonam, baxt iqbolga yordir peshonam. Mehribonim, mo'ynis parvonam, baxtimga siz ko'p yashang onam. Yuzga kirib hassasiz yashang, farishtadek yonimda turing. Farzandlarim to'yini ko'rib, baxtimga siz ko'p yashang onam, deya ular o'z tilsizxorlariga ko'n yasaganlar. Agar sizning ham ularga tarsozlaringiz, tilsizxorlaringiz bo'lsa, marhamat tinglab qolamiz. Suhbatimiz yozib olinmoqda. Rahmat, kattakon qizim. Dunyo turguncha tursin farzandlarim. Menga nimani loyiq qilsa Alloh ularga 10 baravar qilib qaytarsin iloyim. Sizlarga ham kattakon rahmat. Albatta. Opajon, biz ham sizni ushbu ayyom kuni bilan yana bir marotaba muborakbod etamiz. Sizni mana shunday yaxshi ko'ruvchi mehribon qizalog'ingiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling deymiz. Opajon, bilasizmi? Qizingiz bizga sizni juda ham to'lqinlanib gapirdilar. Meni onajonim dunyodagi eng go'zal ayollar, eng mehribon ayollar. Bunday onani tengi yo'q dunyoda deb alohida ta'kidlab qoldilar. Sizni shunday yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling deymiz. Xayr, Rahmat. Mayli, sog' bo'ling, rahmat. Ishlaringga omad.